Ozarbayjon va Rossiyada taniqli qo'shiqchi Emin aka O'zbekistonda ham ancha shaxsiy brendlari mashhur bo'lib qoldi. Bu inson nima o'zi qo'shiqchilik qilib, keyin qurilish sohasiga kirib qolganlar desam, naborot bo'lgan ekan. O'zi bularning oilalari biznesmenlar, tadbirkorlar, quruvchilar bo'lgan ekan va qo'shiqchilik bularning hobbisi bo'lgan ekan. Bularda oilaviy biznesligi o'zi Krax Group va Agalarov Development degan o'zi qurilishga aloqador katta kompaniyalari bor ekan. Emin aka qo'shiqchilikda ham o'zi eng top darajaga chiqqan ekanlar va qurilish bo'yicha ham hozir Ozarbayjonda eng top darajaga qarab yurayotgan ekanlar. Shu umumiy faoliyat davomida shaxsiy brendlari bilan jiddiy ishlab, bugungi kunda Instagramda 3 milliondan ortiq obunachilarga erishib, O'zbekistonda ham katta loyiha boshlash arafasida yurishgan ekan. Loyiha haqiqatda masshtabli bo'layotgan ekan. Men bu joyda ko'rgan narsam asosan nima bo'ldiki, shaxsiy brendlarini tanitganlari orqasidan nafaqat Ozarbayjon bozoriga, balki qo'shni davlatlar bozoriga ham kirish imkoniyatiga ega bo'layotganlarini yaqqol misolini bularda ko'rishimiz mumkin ekan. O'zi qurilish sohasida shaxsiy brend qurish ancha urfga kirganini hammamiz bilamiz. Buni eng oddiy sababini aytaman. Agar biznesni o'zini brendini tanitaman deydigan bo'lsa, ancha ko'p pul va ancha ko'proq vaqt ketadi. Buni shaxsga bog'lab ko'rsatadigan bo'lsa, ya'ni qurilish kompaniyani egasini tanitib, u orqali qaysidir sotuvlarni qilishga yuradigan bo'lsa, bu yerda ancha marketing tomonidan pul iqtisod qilib qolinishini guvohi bo'lamiz. Lekin baribir bizani quruvchilardagi shaxsiy brend menimcha qurolmaganlar deb o'ylayman. Murod akalar bularda ancha urvinni qurgani nima deydi?